Pensiya haqida shoshilinch xabar. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Pensiya tayinlashda ish staji kam chiqish muammosiga duch kelmaslik uchun nima qilish kerak? Masalan, siz birorta tashkilotda ishlasangiz, lekin pensiyani hisoblash vaqtiga kelganda ushbu ishlagan davrdagi ish stajingiz tizimda chiqmayapti. Bu muammo o'sha vaqtda ishlaganingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona milliy mehnat tizimiga kiritilmagandan kelib chiqadi. Bunday hollarda siz tashkilotdan ishga qabul qilish, ishdan bo'shash haqidagi buyruqlardan ko'chirmalarni olgan holda, bu joyda mazkur davr mobaynida mehnat faoliyatini yuritganlik faktini tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun birorta tashkilotga ishga joylashganingizda yoki u yerdan bo'shaganingizda doimiy tashkilotning kadrlar bo'yicha xodimlardan ma'lumotingizni, ba'zidan to'liq raqamlashtirilganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rab olish esdan chiqmasin. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.